Assalomu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Assalomu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Uyghur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alımız. Aldı bilan xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tanıştırırıq. Xitay işçiləri Şərqi Türkistanda xuddi türməyə solangandek yaşayotganimiz dedi. Qırğızistan Uyğurları məşrəb futbol müsabiqəsi ötküzdü. Erdoğan Qutul Əmara qələbəsini təbrikledi. Dünyadakı ən kiçik topa Keriya dopisi. Xitay hökumətinin Şərqi Türkistanda elib beriyotgan əsəbiylikə qarşı turuş, muqimlikni saqlash nomidagi yuqori besimlik siyosatlarının asoslıq ifodaları rayonda təsis qilinayotgan yuqori texniklik nazorat sistemasi, bexatarlik kameralari va qadamda bir uchraydigan tekshirish punktlari qatorliq bir qator tadbirlarda aks etayotgan bo'lib, buningda Uyg'urlar asoslıq ta'qib nishoni bo'lmoqda. 29 aprel Zimiston turida e'lon qilingan Şinjan'da xuddi türməyə solangandek yaşaydiganimiz sərləvhilik maqolada Şərqi Türkistondagi Xitoylarning bu xil ta'qib siyosatlarining asoratidan qechib qutulolmaganligi bayon qilingan. Mazkur maqola Şərqi Türkistonda vaqtli xizmat qilayotgan Xitoylarning ko'rgan qo'rqinchli manzaralari va uchirgan to'salg'ulari asosida yozilgan bo'lib, Orwellcha nazorat sistemasi, chekidan oshgan bexatarlik tadbirlari, doiralarning Xitoy va Uyg'urlarning o'zaro nikohlanish tashviqoti qatorliqlar tafsiliy tushuntirilgan. Maqola Uyg'ur diyorida ishlaydigan bir Xitoy ayolining qo'l telefoniga majburiy qachlangan yumshoq detal applari haqida qilgan shikoyati orqali rivojlangan. U so'zida men tekshirish punktidagi xodimdan bu detalning odamning jo'grafiyalik o'rnini bilib turish iqtidori bormi yo'q deb so'radim. U menga vaqirab qalaymagan gaplarni so'rmasligimni, agar yana shunday gaplarni qilsam, so'lab qo'ydiganligini aytdi. Shundaqla Xitoylar Sharqiy Turkistondan ayrilganda saqchilar tarafidan yuqorqi yumshoq detalni o'chirib yetadigan. Buningdagi maqsad ichki o'lkalardagi Xitoylarning Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ishlardan xabardor bo'lib qolishini to'sish ekan. Maqoldagi diqqatni tortadigan nuqtalardan biri Uyg'ur diyorida xizmat qilgan yana bir Xitoyning mashinasiga benzin qachlash jarayonida yo'liqqan masalasidir. U buni tövandikidek bayon qilgan. Mashinaga benzin qachlash jarayoni kimlikni tekshirish, ko'zni skanerlash, rasmga tushirish degan tartib bilan elib berildi. Kimligingiz isbotlangandan keyin andan may qachlash punktiga kira olasizsiz. Odatda kichik do'konlardan tamok setib olsimi, cho'qim kimlik tekshirilganligini bildirgan. Xitoy ishlamchida Sharqiy Turkistonning Xinjiang hozir bir cho'ng turmaga aylandi. Kishilar bu joyda biror eg'iz gapni qo'rqmay deyolmaydi va so'ramaydi. Bilmay so'rab qolganlarni falokat bosadi. Agar siz tutqun qilingan bo'lsangiz, qanchalik vaqtdan keyin qo'yib berilganligingizni hech kim bilmaydi. Shunga eng yaxshisi xizmatingizni tezdan tugatib, yurtingizga qaytib ketganingiz tuzuk deganlarni bildirgan. Xitoy ishchilarining Sharqiy Turkistondagi xizmat va boshqa yaxshi sharoitlarni tashlab ketishi haqida Beijing Bahoriy jurnalining bosh muharriri Hu Ping hukumatning Uyg'ur diyoriga tutgan boshqarish sistemasi u yerda yashaydigan har qanday odamni bearam qiladi. Xanzularmi buning ichida? Bundan burun Xanzular Uyg'ur diyoriga kelishni xohlagan bo'lsa, mana amdilikda ular o'z yurtlariga ketish yoki ko'chish hodisasi yuz beryotdi. Dunyo bundan Uyg'ur diyorining vaziyatining naqadar nacharlashib ketganligini ko'rib olaydi. Bundan keyin Xanzu fuqarolarining Uyg'ur diyoridan ketish orzusi texmo kuchli bo'ladi degan. 27 aprel Bishkek shahridagi Uyg'urlar Mashrab nomida futbol musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, Yoshlik ovozi nomli bir to'p Uyg'ur yoshlarining tashabbuskorligida uyushtirildi. Mazkur musobaqa Bishkek shahri va uning atrofidagi Libedinovka, Nova Pokrovka, Chatko'l qatorliq yezlardan kelgan Mashrab ahlidan 18 guruh qatnashgan. Musobaqaning tartibi bo'yicha har bir guruhga bir mashrab bo'lib, cho'nglar va yoshlar guruhidan iborat ikkiga ayrilib, bir futbol komandasi sifatida musobaqaga qatnashgan. Cho'nglar guruhi 35 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan sportchilardan, yoshlar guruhi bo'lsa 14 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan tanarkatchilardan tarkib topgan. Mashrab futbol musobaqasi 2014-yildan boshlab har yili bahorda uyushtirib kelmoqda. Faqat o'tgan yili, ya'ni 2018-yili Sharqiy Turkistondagi og'ir vaziyat tufaylidan Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati har xil o'yin tomoshalarni to'xtatgan. Futbol komandalarining nomlari, mashhur Uyg'ur o'lmalarining ismlari, Sharqiy Turkistondagi shahar va noilalarning nomlari, Uyg'ur taomlari va boshqa Uyg'ur madaniyatiga munosabatli atalg'ular bilan atalgan. Bu qitimqi musobaqaga qatnashgan futbol komandalari o'zlariga meyvalarning Uyg'urcha nomlarini ishlatgan.
Musobaqa tashkillovchilarining aytishicha, mundaq qilishdagi maqsad musobaqa jarayonida yoshlarning o'z milliy madaniyati, o'z ona tili va tarixiy qatorliqlarni bilishni qo'lga keltirishdan iborat ekan. Musobaqalarning yuqori darajada o'tishi uchun Qirg'iziston futbolchilar birlashmasidan maxsus vakillar taklif qilingan. Ma'lumki, Uyg'urlar Qirg'izistondagi asosliq osonliq millatlarning biri. Ular asosan Bishkek shahri va uning atrofidagi yezlarga, az bir qismi Qoraqo'l, O'sh, Qorabalta qatorliq shaharlarga tarqalgan. Qirg'iziston Uyg'urlarining xeyli ko'p qismi 1950-yildan 1960-yillarda Sharqiy Turkistondan ko'chib kelib yerlashgan ekan. Cumhur Reis Erdoğan Qutul Ammara g'alabasining 103 yilligi munosabati bilan ijtimoiy taratquv to'ri Twitter'dagi adresi orqali uchur taqitib, ajdodimiz yozgan tangdoshsiz dastonlardan birining Qutul Ammara g'alabasining qahramon shahid va g'ozilarimizni minnatdorlik bilan eslaymiz deganlarni qayd qildi. Cumhur Reislik Mahkamasi Uchur aloqa ishlari boshqarmasi boshlig'i professor doktor Fahriddin Altunmo Twitter adresi orqali Qutul Ammara g'alabasini tabriklab, ajdodimizning qat'iy irodasi va vatan sevgisi bilan shonliq tariximizga yozilgan unutulmas qahramonlik dastonlarining biri bo'lgan Qutul Ammara g'alabasining barliq shehidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Ruhlari shod, o'rinlari jannat bo'lsin deb yozdi. Keriya Xotan viloyatining sharqiy Qoraqo'rim tog'larining shimoli, Taklamakan qumliqining janubiy chetidagi qadimiy yurt. Bu yurtda ajdodlarimizning ba'zi an'analari, madaniyat iznalari saqlanib qolgan. Bular ichida ko'zga eng ko'p chiliqadigani keriyaliklarning o'zgacha kiyinish odati bo'lib, boshqa rayondagi Uyg'urlardan ro'shan farqlandi. Buning ichida tipik bo'lgani Keriya ayollarining talpiki va parejasi. Keriya doppisi talpak debmi atilgan bo'lib, dunyo Guinness rekordi qomusiga dunyodagi eng kichik doppa deb kirgizilgan. Talpakning eg'iz tarpi keng, usti tarpi tor bo'lib, odatda ostinqi diametri 8-10 cm, ustinki diametri 3-4 cm atrofida keladi. Sirti oq, seriq, ko'k, qora rangli tovar raqlardan tashlandi. Talpakning qasqinni qora yung yipdan takshi qilib to'qildi. Osti girvikiga 1 cm atrofida yung yipdan kirpik tutiladi. Talpakning ichiga ashlangan yumshoq teridan astarlik ilindi. Talpak yingna yoki qo'sh yingna bilan ayollarning bosh yog'liqiga qiypash holda ilindirib muqimlashtirildi. Talpakning tikilish va hunar san'ati bir qadar inchga ham murakkab bo'lib, tomoqchilarning hammasila tikalmaydi. Uni maxsus kichik talpak tikadigan tomoqchilar tikidi. Kichik talpakni to'y qilib sekilak mavsumiga kirganlardan tatib mo'maylargacha kiydi. Kiyish tartibi so'ringa qarab o'xshamaydi. Oilalarda o'lim yetim bo'lganda oq, kumush rang tashliqi kiyildigan bo'lib, og'zi tutqanlikning belgisi. To'y to'kin hit bayramda chachrang ham zaytun rangli tashliqni kiydi. Sekilak mavsumi kirganlar sho'x chachrang zar yeb tashliqini kiydi. Juvonlar va uningdan eshib ketganlar oq, kumush rang, qora, seriq rangli tovarlarda tashlanganligini kiydi. Yotliq bo'lmagan qizlar kiymaydi. Doppa asos qilingan Uyg'ur bosh kiyimlarining taraqqiyotini teziltish to'g'risida mutaxassislarning bildirishicha, xalqimizning turmush o'rip-odat madaniyatida kiyim-kechak madaniyatining natijalari son jihatdan ko'p, shakli har xil, mazmuni mo'l, tarixi uzoq, tarixiy izchillikqa ega. Bo'libmi uning ichida Uyg'ur bosh kiyimlari maxsus temalik muzey yoki ko'rgazmaxona qurib, uni to'plash, turga ayirish, ratlash, tadqiq qilish, namoyon qilish va saqlashga tamoman arziydi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.